Savol: quyida berilgan tenglamadan k ning qiymatini toping. Buning uchun 2 darajasi x plus 3 ni darajalar qoidasidan foydalanib ajratib yozib olamiz. Ya'ni 2 darajasi x ko'paytirilgan 2 ning kubi minus 2 darajada x va teng k ko'paytirilgan 2 ning x darajasi. Demak 2 ning kubini hisoblasak 8. Demak 2 darajasi x ko'paygan 8 minus 2 darajasi x teng k ko'paytirilgan 2 darajasi x. Va bu yerda 2 darajasi x bu umumiy ko'paytuvchi bo'ladi. Buni qavatdan tashqariga chiqaramiz. 2 darajasi x 8 minus 1 teng k ko'paytirilgan 2 darajasi x. Demak 2 darajasi x qavs ichidagi ifoda 7 ga teng, k ko'paytirilgan 2 darajasi x. Tenglamaning ikki tarafini 2 darajasi x ga bo'lib yuboramiz. Sababi 2 darajasi x bu 0 dan farqli son. Shunda tenglamamiz 7 teng k chiqadi. Demak k ning qiymati chiqdi. Javob 7 ekan.